Assalomu alaykum aziz qarindoshlar, muhtaram do'stlar. Jon Ajam ovozi bilan Uyg'ur Yevropa ansambli san'atkorlar programmasiga takror xush keldinglar. Bir qancha bo'lib qoldi. Bu san'atkorlarni tanishish programmasi ba'zan sabablar va ba'zan qiyinchiliklar tufaylidan davomlashtirmay qoldim. Bugun eng avval kechirimni o'zimni ilatiman. Albatta bundan keyin bu san'atkorlar programmasini davomli vaqt uzat o'tmay chiqib turishga ve yeni eserlerini huzuruna sunuşqa tirishman ve söz berman. Amsa program başlashdan burun bu programni ko'rib kelayotgan va bizni qo'llayotgan yoki bundan keyin mayli Uyg'ur Yevropa ansamblini va boshqa ansambullarni yoki bu Jon Ajam ovozni qo'llamoqchi bo'lgan va yaqindan yordamda bo'lmoqchi bo'lgan do'stlarimiz, qarindoshlarimiz bo'lsa, men hozirdan boshlab rahmatini bildiraman. Çünkü her qanday bir san'at, her qanday bir millatning madaniyat san'ati xalqning qo'llashisiz ve yaqindan yordamsiz rana topolmaydi, putrab turolmaydi. O'zimizning san'ati, o'zimizning insonlari, o'zimizning naqsi, shuni siz bizni qo'llab bersangiz, bizmi g'oyat yaxshi asarlarning vujud chiqishiga ve bundan o'rnab kelayotgan o'zimizning Uyg'ur muqomlarini, Uyg'ur asarlarini davomli aydınlarga, ijodlarga yetkazishimizga turtki bo'lasizlar. Sizlarga ko'p rahmat. Bugün nihayet alaylı gün. Bu alaylı gündeki san'atkorlar programımızın 7. sonini ben bugün güzel günden sizler güzel insanlar için atalgan günlük güzel söz bilen başlamakçıyım ve bunu ona devamlaştırmakçıyım. Bugünün güzel sözü hayat kıymetlik ama dolumu çeklik. Ana şu çeklik insan hayatıdan ölçmez izlerini kaldırıp ketken kişilerinin, insanların cismi gerçi bu dünya bilen vedalaşkan bolsun mu? Bırak ularning ruhi hayat qalğani arasida mengü dastan bo'lib kuyulindu ve sözündü. Bugünkü mana bu 7. sonda Uyg'ur o'g'li Kurash Sultan Ko'san ana shu qahramonlarimizdan biri. Merhum Kurash Ko'san Uyg'ur xalqining erkinligi ve kishilik huquqini qo'lga keltirish kurashiga o'zini atagan ve oxirgi haqqini qolg'uchi bu kurashga davomlashtirib kelgan qahramonlarimizdan biri. Uyg'ur o'g'li Kurash Ko'san 1959 yılı 10. ayının 21. günü Şarkı Türkistan'ın hazırkı paytaxtı Ürümçi'de doğulgan. Dadası Sultan Mahmud milletçe onu söyleyip atılıp en avval kucağı sürgünlü kılındı. Ondan keyin Olcağa palanı kılındı. Uzun ötmey türmeye taşınıp uzun yıl yapkandan keyin jürek kesili bilen vefat bulundu. Merhum Kurash Ko'san özünün bütün hayatını ilim egelleşke, ögünüşke ve icadetke ataydı. Kurash Ko'sanning o'qish hayoti bo'lsa, San'at gimnaziyasida 2 yil, oliy maktabning Uyg'ur adabiyot tilida 2 yil va Xitoy tili tarjimonlik kasbida 2 yil, kompozitorlikda 4 yil o'qidi. Mo'l bilim talanti bilan xalq uchun ijodiyat diyoriga cho'kdi. Masalan, marhumning Erkak suv, Yana satmanglar, 18 yaşın nomli bu naqshlari bütün xalq ichida marhumning turmushiga ve xalqning ko'zining ichilishiga sababkor bo'ldi. Uningdan sirt Kurash Ko'sanning Hasrat ichinish nomli kaseti mamlakat bo'yicha eng ko'p setilish rekordini chiqarib va shuni natija oldi. Marhum Kurash Ko'san mamlakatda 1000 dan ortiq konsert ilib borgandan keyin Xitoy majbur holda mamlakatlik cho'lponlar jamiyatiga qabul qildi. Ama yani ondan yildan bölgünçe Qutratkı degan nom bilan qarlaydi. 1993 yılı atalmış Şinjan Uyghur Abnum Rayonluq Partikom ve Şinjan Uyghur Abnum Rayonluq Hükümet Birleşmesi işg'azidan bir qizil başlık hujjat taqdim. Bu qizil başlık hujjatda Kurash Ko'sanning naqsh etishini, ijorat olib berishini ve 3 yillik nazorat turishini, ondan sirt Kurash Ko'sanning Ko'san madaniyat shirkatini taqab bütün mal mulkiga qattiq qo'llik bilan musodir qilishni buyruq tushirdi. Bundan marhum Kurash Ko'san mamlakatda davomli yashashdan g'oyat qiyinchilik ekanligini his qilib 1996 yılı Türkiye'ye qarab hijrat qildi. Ve Türkiye'de shu yerlik Uyg'urlar bilan davomli kurashni va ijodiyatini davom qildi. 1998 yılı Türkiye'de ötküzülgen 2. nöbetlik Dünya Uyghur Yaşlar Teşkilatı'nın yığınına katlaşıp ve bu teşkilatqa muavin reis bo'lib saylandı. Ondan keyin özünün Oyğan Türkistan namlıq kasetinin davamını Qırğızstanda işlep çıkıldı ve taqtıdı.
Afsuslanarliki Qirg'iziston davlatimi Xitoyning besimida marhum Kurash Ko'sanni bir mezgil so'lab qo'ydi. Marhum Kurash Ko'san 1999-yili Beyletining yordami bilan Shvetsiyaning markazi bo'lgan Stokgolmga 80 kilometr uzoqlikdagi Eskilstuna degan shaharga takror hijrat qildi. Vatan deb vatandan ayrilgan Kurash Ko'san yot ellarda yashashga majbur bo'ldi. Ammo hech vaqt kurashdan qolmaydi, ijodiyatdan qolmaydi. Marhum Kurash Ko'san Eskilstunada kelgandan buyon ijodiyatiga Ashiyadagi yerlik madaniyat shirkatlarida va butun Yevropada nurg'unlagan ko'rsatmalarni berib, bu kurashni davom qildi. Biz bugun Uyg'ur Yevropa ansambli bo'lish ustunimizda bugungi kun, ya'ni 2006-yili 10-yanvar 29-kundan ta bugun 14 yildan keyin marhum Kurash Ko'sanning o'lib ketgan kuni va bu kunni xotirlash uchun Kurash Ko'sanning nuqtliq ijodiyatlaridan, ya'ni Uyg'ur yoshlarini bu Sharq Turkiston davomisiga undash uchun ijod qilgan jangovar ijodiyati Atlandik nomli bu naqshini huzurlarga sunmoqchi. Umid hayotdan uzun. Mening umidim sizlarning bu Kurash Ko'sanning, marhum Kurash Ko'sanning Atlandik nomli naqshimizni anglag'ach, bunun o'xshash qahramonlarimizni davomli avloddan avlodga tuntish va buni davomlashtirish. Qanamsa huzuringizga Kurash Ko'san ijodiyatidan Atlandik nomli naqshini Uyg'ur Yevropa ansambli o'rnab bermoqchi. Ko'ngil qo'yib, huzurlanib anglashingizni umid qilaman. Salomat bo'linglar. Sultan bulup han ötken, Uygur'un sen cahanda. Alem şahit bolgan ki, sen tarihini yazganda. Sultan bulup han ötken, Uygurum sen cahanda. Alem şahit bulganti, sen tarihni yazganda. Sultan bulup han ötken, Uygurum sen cahanda. Alem şahit bulganti, sen tarihni yazganda. Dost diyenler atmış, insaf var mı şeytanda? Esir atlatman banda, hancem etti Uygur biz, esir atlatman banda. Esir atlatman banda. Atlandık biz bugün, uluk bir büyük cenge. Anlansın cengi var, marşımız bu alemye. Atlandık biz bugün, uluk bir büyük cenge. Anlansın cengi var, marşımız bu alemye. Erkinlik neşrili yansın her yerde. Yansın her yerde. Erkinlik neşrili yansın her yerde. Yansın her yerde.
Sultan bulup han ötken Uygurum sen cahanda Oğuz hallar kudreti Dünyanı bir alganda Sultan bulup han ötken Uygurum sen cahanda Oğuz hallar kudreti Dünyanı bir alganda Buğra hallar şevkli Alemge taralganda Hacemetli Uygur biz Esir atlatmanda Esir atlatmanda Hacemetli Uygur biz Esir atlatmanda Esir atlatmanda Atlandık biz bugün Uluk bir cenge Atlansın cengi var Başımız bu alemge Atlandık biz bugün Uluk bir cenge Atlansın cengi var Başımız bu alemge Erkinlik meşguli Yansın her yerde Yansın her yerde Erkinlik meşguli Yansın her yerde Yansın her yerde Yansın her yerde